Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o'ynayotgan Istanbul Başakşehir jamoasi yangi mavsumni UEFA Konferensiyalar Ligasidagi rasmiy o'yin bilan boshlaydi. Turk klubi xalqaro turnirga saralashning ikkinchi bosqichidan qo'shildi va ilk uchrashuvni o'z maydonida Finlandiyaning Turku shahri sharafini himoya qilayotgan Inter jamoasiga qarshi bo'ladigan to'qnashuv bilan boshlaydi. 22-iyul kuni bo'lib o'tadigan uchrashuv Toshkent vaqti bilan 22:45 da start oladi. O'yinni ispaniyalik hakam Juan Martinez boshqaradi. Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev 2026-yilgi Jahon chempionatidan keyin qisqa muddatli dam olishdan keyin Istanbul Başakşehir tarkibida bo'lajak uchrashuvga tayyorgarlik ko'rdi. Eslatib o'tamiz, Eldor Shomurodov UEFA Konferensiyalar Ligasining g'olibi hisoblanadi. Ushbu xalqaro turnir ilk bor o'tkazilgan 2022-yilda o'zbek futbolchisi Roma safida o'ynab, Konferensiyalar Ligasi bosh sovrinini qo'lga kiritgan. Hamyurtlarimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.